Assalomu alaykum, kanalimizning shiddiy tomoshabinlari va bizni muntazam ravishda kuzatib boruvchi aziz obunachilar, bugun sizlar bilan yana bir navbatdagi ajoyib bo'lgan uy loyihasi bilan tanishib chiqamiz. Ushbu loyihamiz 2 qavatlik 8 xonadan iborat bo'lib, 2 ro'zg'orli oilalarga mo'ljallangan ixcham va kam xarajatli loyihalardan biridir. Loyihamizni tashqi razmerlarga keladigan bo'lsak, har to'rala tarafi 10 metrdan hisob olingan. Shunda shu loyihadagi uyimizni egallab turgan yer maydoni umumiy 100 metr kvadrat. Sotig'iga oladigan bo'lsak, 1 sotig' yer maydonini egallab turibdi. Loyihaga qisqacha to'xtalib o'tadigan bo'lsak, ushbu loyihamizni siz uyingizni hovli qismiga qurishingiz mumkin yoki-da agar sizda 10 metrdan oshiqroq 14-15 metr ko'cha tarafingiz bo'ladigan bo'lsa, mana bu yon tarafiga, xohlasangiz bu tarafiga darvozaxonali qilgan holatda ko'cha tarafga tushirsangiz ham bo'laveradi. Shunda mana bu ko'rib turgan mana bu tarafimiz ko'cha tarafga qarab qoladi. Mana bu taraf esa uyimizni ichkari hovli qismi bo'ladi. Agar biz o'zimizga bog'lanadigan bo'lsangiz, ko'cha tarafga qilish kerak bo'lsa, ushbu loyihamizni mana bu ko'cha taraflariga yana ham chiroyli holatda fasollar ishlab go'zallashtirib beramiz. Endi loyihadagi uyimizni fundament razmerlariga to'xtalib o'tadigan bo'lsak, loyihadagi uyimizni fundamentlarini umumiy ko'rinishi mana shunday holatda, xuddi shunday fundament qo'yiladi uyimizga. Dastavval podval bilan tanishtirib o'tadigan bo'lsam, uyimizning ostki qismida mana bu yerda podval qismi bo'ladi. Podvalga tushish zinasi mana bu yon tarafdan bo'ladi. Bitta eshik, bitta fortichkasi bo'ladi. Xohlasangiz agar mana bu yon tarafiga qo'ysangiz ham bo'laveradi fortichka. Podvalimizdan asosan katyol va ombor sifatida foydalanish mumkin. Agar katyol qilsangiz ham juda bir unumli maqsadda foydalangan bo'lasiz. Fundament razmerlariga to'xtaladigan bo'lsak, balandligi 60 sm har doimgidek va uyimizga bunaqangi 4 pog'ona zina bilan kirishimiz mumkin. Umumiy olganda mana shu loyihadagi uyimizni fundamentiga 30 kuba beton qo'yish kerak bo'ladi. Plus podvalni hisobga olgan holatda 30 kuba beton uchun standart holatda 9 tonna sement, albatta ichiga mustahkamlik uchun 12 li yoki-da 14 li armaturadan 4 qator qilib yotqizganingizda umumiy hisobda 400 metr armatura sarflanadi. Endi loyihadagi uyimizni devor razmerlariga to'xtalib o'tamiz. Loyihadagi uyimizni devorlarini umumiy ko'rinishi mana shunday holatda ko'rib turganingizdek, devorlarimiz gazoblogidan qilingan. Agar siz xohlasangiz buni pishgan yoki-da xom g'ishtdan foydalansangiz ham bo'laveradi. Devor razmerlariga to'xtalib o'tadigan bo'lsak, bizda har bir qavatimiz 3 metrdan hisob olinadi. 280-290 devor uriladigan bo'lsa, keyin seysmopoyz qo'yish hisoblari bilan umumiy har bir qavat balandligi bizda 3 metr hisob olinadi. Albatta tashqari va ichkaridagi ayrim yuk ko'taradigan devorlarimiz 30 lik qilib olinadi. Qolgan peregorodka devorlarimiz esa holatiga qarab yarim gazoblokdan foydalansangiz ham bo'laveradi. Uyimizdagi devorlarimizni rasxodlarini aytib o'tadigan bo'lsak, mana shu loyihadagi uyimizni devorlariga umumiy hisobda 3700 ta gazoblogimiz ketadi. Endi uyimizni xonalar joylashuvi bilan tanishib chiqamiz. Loyihadagi uyimizni xonalar joylashuvini mana shu kamera orqali yurib tanishtirib o'tadigan bo'lsak, dastavval tashqari fasad ko'rinishi bilan tanishtirib o'tamiz. Fasadimiz ham oddiy, soddagina, chiroyli holatda ishlangan. Bu yerdagi zinamiz quruq holatda turishligi uchun bunaqangi kichkinagina ayvonchalar berib ketganmiz va ayvonchamiz tepasida ikkinchi qavatimizga ulangan balkon qismlari joylashtirib ketilgan. Endi asosiy bo'lgan uyimizga kirish eshigi mana bu yerda o'rtada qoldirib ketilgan. Bu zinalar orqali ko'tarilib kirganimizda birinchi xonamiz bizda tambur. Tamburimizni o'ng qo'l tarafiga shkaf qo'yiladi. Kirganda kiyimda ilishligi, poyabzalda yetishligi uchun va chap qo'l tarafda bitta eshik qoldirganmizga addiniy holatda bu eshik orqali kirganimizda bizda mehmonxona hisoblanadi. Keng, kattagina, ixcham holatda derazalari oldi tarafga qaratib o'tilgan. Endi bu mehmonxonamizdan qaytib chiqib koridorga kiradigan bo'lsak, koridorimiz keng, uzun holatda. Shu koridor orqali qolgan barcha xonalarga kirishligi mumkin. Koridorimizga kiribla o'ng qo'l tarafdagi mana bu eshik, bu bizda ayollarimiz sevadigan oshxonamiz hisoblanadi. Derazalari oldi tarafga qaratib o'tilgan. Bu oshxonamizda bemalol oilaviy ovqatlanib o'tirsa ham bo'ladi, ovqat pishirsa ham bo'laveradi, studiyniy holatda. Endi bu oshxonadan qaytib chiqib, oshxonamizning yonidagi mana bu esa bizda birinchi qavat uchun umumiy yuvinish xonasi, juda bir ixcham holatda. Yonidagi mana bu esa bizda birinchi qavat uchun kattalar yotoqxonasi. Kattalar yotoqxonasi
shkafini derazalari orqa tarafga qaratib o'tilgan. Kirganimizda mana bu yerga shkaflarni qo'ysa, bitgan holatda devor bilan shkafimiz tekis holatda turadi. Devordan bo'rtib, xunuk holatda turmaydi. Shkaf qo'yilgandan keyin mana bu eshik orqali kiriladigan bo'lsa, yuvinish xonasi ixcham holatda joylashtirib ketilgan. Bu bizda kattalar yotoqxonasi. To'g'risidagi mana bu mehmonxonani orqasidagi bu xona namozxona yoki-da mehmonlar uchun yotoqxona qilishingiz ham mumkin. Endi ikkinchi qavatni tanishtirib o'tadigan bo'lsam, bu zinalar orqali ko'tarilib chap qo'l tarafdan chiqiladi. Umumiy ikkinchi qavatimizni ko'rinishlari mana shunday holatda o'ng qo'l tarafda tanishtirib o'taman. Zinalarimizdan chiqib o'ng qo'lga yuradigan bo'lsak, mana bu yerda ikkita eshik qoldirganmiz. Bu ikkalasi ham bolalar yotoqxonasi. Bittasi qizlar yotoqxonasi, bittasi o'g'il bolalar yotoqxonasi. Razmerlari bir xil holatda. Ko'rib turganingizdek, bu bizda orqa tarafga qaratib o'tilgan derazalari o'g'il bolalar yotoqxonasi hisoblanadi. Keng, ixcham holatda. Mana bu yerga shkaflarini qo'ysalar bo'ladi yoki-da dars qilishlik uchun dars stullarini joylasalar, devordan bo'rtib, xunuk holatda turmaydi va ortiqcha joyda egallamaydi. Bu tarafdagi qizlar yotoqxonasi ham xuddi shunday holatda, derazalari oldi tarafga qaratib o'tilgan. Bunda ham xuddi shunaqa shkaf uchun joy qoldirib ketganmiz. Endi qolgan xonalarimiz bu tarafda. Zinadan chiqishimizga chap qo'ldagi mana bu bizda ikkinchi qavat uchun yana bir kattalar yotoqxonasi. Kattalar yotoqxonasiga kirganimizda mana bu yerda shkaf qo'yishlik uchun joy qoldirib ketilgan. O'zlariga tegishli shaxsiy yuvinish xonalari shkafimizni ortida bunaqangi holatda joylashtirib ketilgan. Bu xonamiz ham komfort holatda, ixcham, chiroyli ishlangan. Endi bu xonadan qaytib chiqadigan bo'lsak, bu xonamiz ham yotoqxona yoki ofis sifatida foydalansalar bo'laveradi. Derazalari oldi tarafga qaratib o'tilgan bunaqangi avalniy arkali holatda ishlangan. Endi koridorimizni so'ngida eshik orqali chiqqanimizda oldi tarafdagi bu balkon qismiga chiqishligimiz mumkin. Balkon qismidan bemalol hovlimizni ko'rinishlari ko'rinib turadi. Mana shunda birinchi qavatda 4 ta xona va ikkinchi qavatda 4 ta xona, umumiy 8 xonadan iborat bo'lgan loyihamiz chiroyli holatda obzor qildik degan umiddamiz. Planlari ham juda bir ixcham va chiroyli. Mana azizlar, imkon qadar sodda va tushunarli tushuntirishga harakat qildim. Siz va yaqinlaringizga shunaqangi professional arxitektura va dizayn xizmatlari kerak bo'ladigan bo'lsa, albatta pastdagi nomerlarga aloqaga chiqishingiz mumkin. Va yana shuni eslatib o'tamanki, bizni Telegram sahifamizga ham obuna bo'lib qo'ysangiz, YouTube kanaliga joylashtirilmagan ko'plab loyihalarimiz bizni Telegram kanalimizga joylashtirib boriladi. Rahmat hammaga, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.